Smartfon olishda albatta smartfon olayotgan magaziningizni yaxshilab o'rganishingiz lozim. Bizda Instagram, YouTube'da ham 200 ming, 600 mingga yaqin obunachilarimiz bor va biz har kuni 100 dan ortiq smartfonlar taqdim etamiz va bu smartfonlar ortida qancha mehnat o'tadi. Har bir smartfonni nazorat bo'limi xodimlari birma-bir ipidan ignasigacha tekshirishadi va zo'r chiqsa Instagram, Telegram va shu YouTube profiliga har kungi narxlar qo'yib boramiz. Bunaqa magazin xudo xolasa O'zbekistonda yagona hisoblanadi. Chunki biz 20 yildan beri har bir mijozning roziligini olgan, har bir mijoz ustida qayg'urgan magazinmiz. Assalomu alaykum. Bizga smartfonni ishonib zakaz bering, ishonchingizni albatta oqlaymiz. Sizga iPhone 15 Pro Max'ni hamma joyda 800, hozir narxlar ko'tarilyapti. Bizda esa narxi $755 yangida, trenddagi, hozir blue rangi hozir ham trendda. Aynan iPhone 14 Pro'ni silver rangi 128-95% ideal darajadagi smartfonni $549 qilib beramiz. Xiaomi 14T. Bugun hamma modellarda shunaqa zo'r operativkalarni ko'rsataman. 8256 lisini 350-340 sotardik. 12256 lisini yangida 144 Hz full holatda $325 evaziga. Honor'ni X9C Smart modelini 12256 varianti chiqqan ekan. Men shu kungacha eshitmagandim, ko'rmagandim ham. Full holatda yangida hali matvi turibdi. $190 ga. Haqiqiy tezkorlikni his eting, mukammallikni his eting. A54 8256 lik, o'ta 8 ga 128 lik, o'ta darajada ideal $185 ga. Xiaomi 13 Lite modellarini ichidagi sinchkovlik bilan tanlangan. Aynan bu modelning muxlislari boshqa rang bo'lmaydi, aynan 256 lik bo'lsin deyshadi. Bu smartfonni qidirgan paytim, topa olmagan paytim bu smartfonni qadriga yetganman. Bu smartfonni tushungan insonlar uchun 8256 lik $205 ga. A55 yangidek holatda $225 ga sifatli muz ko'rinishga bo'lgan A+ segmentda. Galaxy S22 Ultra $400 ga eng yangi holatda. Tasavvur qiling, narxlar arzon. $325 ga Note 20 Ultra'ni A+. Bunaqasini mijozimiz bizning do'konimizga 1000 kilometr bosib keldilar. Nimaga keldilar? Chunki men maqtanish emas, o'zimga zarur bo'lsa, Note 20 ni yonimizda 110 ta magazin bo'ldi. Bittasidan topa olmayman, ishoning. Siz bitta nuqtasi yo'g'ini yuzda o'tirib eng ishonchli joydan olyapsiz. Bu eng katta to'g'ri tanlov bo'ladi. Hozirgi paytda ishonchsiz do'konlar ko'p bo'ladi, chunki ertaga muammosi chiqish tabiiy holat. Amerikada kredit bo'lishi mumkin, ichida defekt bo'lishi mumkin. Bizda hech qanaqangi yashirin nuqsonlarsiz tekshiruvdan o'tgan, tekshirib olasiz, tekshirib beramiz, muammo chiqsa almashtirib beramiz. Bizda mijoz roziligi puldan ustun turadi. S22 ni sizga $250 ga O'zbekistonda ozgina ishlagan $290 smartfon taklif etaman. Bugun S22 larga zo'r chegirma qilib beraman. A+ variantda kirib kelgan iPhone 7 Air $970 ga shubhasiz smartfon olamida revolyutsion yangilik bo'ldi. O'ta darajada tolladek ingichka bo'lgan eksklyuziv iPhone. A56 men aytib ketay, o'rni kelganda yangi smartfonlar bizda eng katta assortiment, Honor, Samsungda eng zo'r assortimentlari bor va bu Honor, Samsung modellarining operativkasini sun'iy intellekt operativkalari katta partiyada qimmat narxda olayotganligi tufayli oddiy kompyuterlardagi DDR5 operativka $100 bo'lsa, hozir $600. Ya'ni tilloga teng bo'lib ketyapti bu operativkalar. Shuni hisobiga smartfonlar narxi oshib ketadi. Bu oy ham oshdi, keyingi oy bundan ham oshadi. Va A56 narxlari arzonli paytda 280-290 sotilardi. $255 qilib beraman. Absolutna yangisini. $189 ga Honor X9B $210-220 smartfon. A73 $165 ga A73 haqida gap ketyapti. Bu A seriyani mukammallik ko'rinishi, eksklyuziv variant hisoblanadi. A52 ni 6 ga 128 talik, bir emas, ikkita oq va qora ranglarini, dual sim kartali $115 dan qilib berishga tayyormiz. S23 Ultra'ni islomiy rangda salafanlari darja olinmagan $525 dan qilib yubordik. Snapdragon 8 Gen 2 tezlikda tengsiz chipkaga bo'lgan keramika rang, krem rangi, eksklyuziv ranglarda. Dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfoni Flip 5 oldi to'laqonli displey, buni narxi $400 turadi. 299 ga beraman xudo xolasa. Infinix bozorni portlatib kirib keldi. 8256 lik 030 ekranlari qayrilgan $158 ga.
Tasavvur qilyapsizmi, smartfon narxi sezilarli arzon. Bundan ham arzon narxlar pastda Telegram havolada bo'ladi. Bu esa bizning ikkinchi filialimiz. Birinchi filial bundanda katta assortimentlarga boy bo'ladi. A90 ni O'zbekistonga olib keltirsak, rastamoshka qilsak, 155 ta qimmat tushyapti. 154 dollarga qilib beraman. Absolyutno yangi. Ustida broni plonkalargacha turibdi. 256 95% narxi esa 665 dollarga. S20 Ultra'ni 275 dollarga A+, xuddi yangi varianti, eksklyuziv varianti. Aytib o'tganimdek, men sizlarga operativka noyoblarni ko'rsataman-dimu. A55 ni 12 256 ni nima eshitmaganman. Yo'q deb o'ylardim, lekin bor ekan, tekshirib ko'rdim spesialni. Narxini 195 dollarga super chegirmada qilib beraman. Afsonalar eskirmaydi. Har bir smartfon o'ziga xos rangi, o'ziga xos uslubi bo'ladi. Bu smartfonni men qo'rqmay ayta olaman. Shaxsan ishlatib ko'rib his etgan inson sifatida bu smartfon qo'lingizdan tushib sinib ketsa ham ishlaydi. Bu smartfon tugamaydigan smartfon. Bu smartfon afsonaviy smartfon. Bu smartfon orqali mana shu smartfonlar savdosi yurib ketgan. Ishoning, bu legendarniy S15. Aynan bugun 175 dollardan eng tiniq holatda bitta nuqtasi yo'g'ini beraman. Siz bunaqasini butun O'zbekistondan topa olmasligingizga ishonaman. Zarli bo'lgan paytda o'zim 110 ta magazindan topa olmaydigan modelimni kalit sifatida taqdim etaman. Aynan S20 lar ideal holatda yangida bo'lgan narxlarini chegirma qo'yardik. Shu videoni ko'rganlarga o'zi kanalga ham kizib qo'yganman. 200 dan qilib beraman. 200 dan A+ ni qilib beraman. Qo'ng'iroq qilib YouTube'da ko'rdim deylar, chegirma narxda qilib beraman. S23 ni oddiysini emas, S23 ni islomiy rangda, krem rangda, qora rangda, xullas katta assortimentga kirib kelgan, xohlagan rangingiz borligini ta'kidlab o'taman. Qo'shimcha takliflari eSIM-larga qadar o'tgan variantini 370 dollardan 1 dollar arzonlagan imkoni bo'lmaydi. Men sizlarga 365 dollardan qilib beraman. Sezilarli darajada arzon, 390 dollarlik o'zi smartfonlar holati. S21larni 215 dan qilib beraman. Haqiqiy sifatni his etishlaringizni so'rab qolaman. Smartfonlarda O'zbekistondagi rastamoshka narxlari bilan bu narxga kelib to'xtaydi. Men sizlarga optimum narxlarda qilib beryapman. S22 ni shunaqangi yumshoq binafsha rang, islomiy rangda, qora rangda kalit sifatida kirib keldi. 280 dan qo'yardik. 280 dan 290 dollardan kami yo'q bo'lgan S22. Tezlikda o'ziga xos uslubga ega Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 ni tezligini o'yinda farqini his eta olmaysiz. Ayrim joylarda his etasiz, lekin baribir yangi avlod Gen protsessoriga ega bo'lgan eksklyuziv modellar. Note 9 ni shunaqa yangisini 130 ga beraman. 130 ga dash o'zim olayotgan narxda beraman. O'ta ideal holatda. Note 13 ni 115 dollarga ideal holatda va Note 20 larni shunaqa yangilari keldi. Bunaqa yangilari Koreyani o'zida yo'q deyarli, ishoninglar. Bir kelib qoladi orada. Buni zakaz bersiz, keyin bunaqasi kelmaydi. Note 20 ni eng kam 240 dan qo'yganman kanalga. O'zimizga 220 dan qimmatroq kelgan ashi modellar. Lekin aynan bugun chegirma qilishni niyat qilganmiz. 215 dollardan optim kelayotgan narxlardan da arzon, O'zbekistonda hali ishlamagan, absolyutno yangi bo'lgan 12886 529 dollarga iPhone'larda qarshi olinglar. Eksklyuziv narxlarda 510 dollarga 128 98% iPhone 13 Pro Max'ni taklif etaman. iPhone 2 Pro Max'ni 256 98 370 dollarga 128 talisini 400 dan qimmat sotiladi. Lekin men sizga qanaqa arzon narx taklif etyapman. 128 gigabaytli 96% 299 dollarga, 300 dan arzonga. XS ni oddiysi emas, batareykalari radnoy holatda, hattoki 100 gacha bor. 96, 86 hamma rangidan bor. Asosiysi eSIM-largacha o'tgan. Asosiysi O'zbekistonda ishlamagan. Eng yangi holatdagi XS'lar taklif etiladi. Va ichida X ham bor ekan, mana XS qora. No Face ID 120 dollarga 256 talik. iPhone 13 Pro ni 128 96%lisi 545 dollarga, 445 dollarga mana. Va iPhone 2 Pro ni 128 96%lisi 329 dollarni tashkil etmoqda. Smartfonlarimiz katta kalit sifatida taqdim etiladi. Har bir smartfonda xudo xolasa bizni yuzimiz hisoblaymiz va bu smartfonlar sizni oldingizga borganda baraka topishingizni kafolatlab berish uchun qo'ldan kelgancha eng ideallarini faqat naqd pulimizga baraka qilib olamiz, baraka qilib sotamiz. Baraka ham shunda bo'ladi. Sizni pulingiz yetgan smartfon bu, shuni biling, eng zo'r smartfon. Xudo xolasa bu smartfonlarni olib ertaga sotmoqchi bo'lsangiz qimmatroq sotasiz va almashtirmoqchi bo'lsa o'zimizga qo'ng'iroq qiling yoki sotmoqchi bo'lsa qiling.
eng qimmat narxda, darajasiz sotgan narximizni hisob kitobini qilib olamiz va sizni albatta rozi qilamiz.